Qo'mondonlar o'zlarini bunchalik qiynab qo'yishlari to'g'ri emas. Masjidni o'zingiz qurasiz shekilli-a? Dengizda ikkita kema biz tomon kelmoqda. Tez bo'linglar, oldinga. Ya Alloh, o'zing ularga yordam ber. Allohu akbar. Qutqazishga shoshilinglar. Bo'linglar tez. Ularga quruq kiyimlar berib ovqatlantiringlar, jarohatlarini bog'langlar. Nima hojatlari bo'lsa o'tanglar. Holat chidab bo'lmaydigan darajaga yetib keldi. Shahrimiz katta zindonga aylandi. Zulm, tug'yon kundan kunga ortmoqda. Mana shuning uchun Sabta shahriga boshpana izlab qochdik. Ey qo'mondon, sizlardan u yerga yetib olishimizga yordam berishlaringizni o'tinib so'raymiz. Sizlarga tez yordam beramiz. Agar istasangizlar bizni oldimizda qolishlaringiz ham mumkin. Xush kelibsizlar. إسبانيا تاج الأسياد، إسبانيا القوة، إسبانيا العظمة، تحيا إسبانيا. Qirol janoblari, Nima xabarlar olib kelding? kecha tunda 3 ta niqob taqib olgan shaxs qamoqqa olindi. Ey ahmoq, nimalar deyapsan? Ular saroy madrasasiga kirishga urinishgan ekan. Ularning bundan maqsadlari nima ekan? Haligacha bila olmadik. Lekin men bilaman. Madrasa atrofiga qo'riqchilarni ko'paytiringlar. Qamoqqa olinganlarni yaxshilab so'roq qilinglar. Madrasadan kimdir qochmoqchi bo'lgan. Xo'p bo'ladi, qirolim. Podshohim, menda noxush xabar bor. Kechasi saroy madrasasidan Florinda qochib ketibdi. Nima deyapsan, ey ahmoq? Qanday qilib qochib ketadi? Nima qilib bo'lsa ham uni topinglar. Barcha so'roqqa tutilsin. Kerak bo'lsa kuch ishlat. Tezda uni saroyga qaytaringlar. Xo'p bo'ladi. Quloq sol. Qurtuba yo'llarini tekshiringlar. U Alfonsoning oldiga ketishi mumkin. سبت في قلبي وروحي، سبت في قلبي وروحي، لك حبي واشتياقي، لك حبي واشتياقي. Sabtaga Rodrigoning zulmidan qochib kelayotganlar soni kundan kun ortmoqda. Agar qochoqlar soni ko'payaversa, ba'zi bir yetishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Qish faslida esa yana qattiqlashadi. Ey bolakay, kel bu yoqqa. Bu senga ol. Rahmat sizga. Meni fikrimcha bizga kelayotgan har bir kemaga alohida to'lovlarni joriy qilishimiz kerak. Nima deysizlar? Graf janoblari, hozirgina bir maktub keldi. Qani berchi? Otajon, Rodrigoning niyati juda buzuq. Shuning uchun bu kecha sizni hurmat qiladigan ba'zi kishilarning yordami bilan madrasadan qochib ketyapman. Siz xavotir olmang. Qurtubaga Alfonsoning huzuriga borishga harakat qilaman. Sevimli qizingiz Florinda. Soqchilarni almashtirish vaqti keldi. Hoy, musulmonlar lashkari ko'rinyapti.
Graf janoblari, musulmonlar lashkarlari yetib keldi. Tarixchi Serkonni chaqir, tezda huzurimga kelsin. Tariq ibn Ziyod, Tanjirning valisi, Uqba ibn Nafiyadan keyin Sabta ziyoratiga kelayotgan 4-vali. Kel Serkon. Safar mashaqqatlaridan keyin hordiq chiqarib olgandirsan. Ha, albatta. Lekin eng katta rohatim eson-omon Rodrigoning qasridan chiqib ketganim bo'ldi. Ispaniyada nima gaplar? Qanday yangiliklar bor? Ey janob graf, u yerda ahvol juda ham yomon. Rodrigo har narsa qilishga tayyor. Qizingiz Florinda saroy madrasasidan qochganidan keyin uning bir nechta dugonalarini tergov qilib qamoqqa tashladi. U qip-qizil majnun. Badbaxt zolim. Ha, u odam emas. U majnunni bu ishlardan to'xtatish kerak. Ketdik, mehmonlarni kutib olishimiz kerak. Rodrigoni faqatgina musulmonlar to'xtata olishadi. Men ko'p yillar Shom va Misr diyorlarida bo'ldim. Musulmonlarni juda yaxshi bilaman. Islom yaqinda hamma joyga yetib boradi. Musulmonlar Ispaniyani fath qilishni maqsad qilganga o'xshaydilar. Uzoq vaqtdan beri Tanjirda to'xtab turishibdi. Endi harakatlarini boshlashsa kerak. Agar meni xiyonat qilibdi deb ayblamaganlarida musulmonlarni o'z kemalarimga chiqarib Ispaniyaga o'tkazib qo'yardim. Tariq ibn Ziyod, Tanjirning hurmatli valiyi, Sabta shahriga xush kelibsiz. Tashakkur graf janoblari. Saroyimizga marhamat qilsinlar. Tashakkur graf janoblari. O'z uyinglardek his qilasizlar degan umiddaman. Kemalarda ko'tarilgan Konstantinopol bayrog'ini ko'rgandirsizlar. Bu kemalar bizni bandargohda tijoriy shartnoma asosida to'xtashadi. Bu yerda musulmonlarga qarshi hech narsa yo'q. Tushunaman graf janoblari. Shunday bo'lsa ham sizlar bilan qilgan ahdlashuvimizda sodiq ekanimizni isbotlash uchun hozirdanoq musulmonlar bayrog'ini ham bandargohimiz uzra ko'tarib qo'yamiz. Bir-birlarimizni oldindan yaxshi bilamiz. Ha, albatta. Oldingi valiylar sizlar bilan bizning o'rtamizdagi aloqalarni tiklashga juda haris bo'lishgan. Graf janoblari, biz ham shunga tayyormiz. Sizlarga haqiqiy baxt saodatni xohlaymiz xolos. Katta rahmat. Biz ham qo'limizdan kelganicha sizlarga yordam berishga tayyormiz. Qanday xizmat bo'lsa aytaveringlar. Haqiqatni aytganda graf janoblari, biz narigi sohillarni o'rganib chiqish uchun kichkina guruhlarni yuborish niyatida edik. Men roziman. Odamlaringizni qaysi vaqt desangiz kemalarimda olib o'tib qo'yaman. Hojam, Qayravondan mehmon keldi. Marhabo, xush kelibsiz. Qayravon ahli tinch salomatmi? Allohga hamdlar bo'lsin. Hammasi yaxshi. Amir meni sizning oldingizga yuborgandilar. Juda yaxshi. Musa ibn Nusayr sizga salom aytib yubordilar va Tanjir ahlining haqqiga ko'p duolar qildilar. Alloh u kishini ham o'z hifz va himoyasida saqlasin. Marhamat, kiring. Marhabo, xush kelibsiz. Qani aytingchi, fathni boshlashimiz haqida biror yangi xabar bormi? Amirimiz hamon kutyaptilar. Men o'z harbiy tajribamdan askarlarning tabiatini yaxshi bilaman. Mashqlarni yaxshi tugatgandan keyin jangga kirishish kerak, bo'lmasa ular bo'shashib ketishadi. Men doim ularni azm va qarorlarini mustahkamlab Andalusni fathi haqida eslatib turibman. Bu hammamizning orzuyimiz. Amirimiz Andalusga tekshiruv kuchlarini yuborishingizga rozi ekanliklarini yetkazishim uchun yuborgandilar. Jiddiy aytyapsizmi? Haqiqatan ham ruxsat berdilarmi? Ha, bu xabar barcha mujohidlar uchun kutilmagan xush xabar bo'ladi. Sabta hokim askarlarimizni o'z kemalarida o'tkazib qo'yishga va'da bergan. Endi tekshiruv guruhlarini ham yuborsak bo'ladi. Ha, amirimiz juda xursand bo'ladilar. Graf janoblari. Kel ey Serkon, marhamat o'tir. Men tarixchilar bilan suhbat qilishni yaxshi ko'raman. Bilasanmi, hozirgacha qizim Florindadan biror xabar yo'q. Alfonsoning oldiga yetib bora olmagan ko'rinadi. Mayli, buni qo'yib turaylik. Tariq ibn Ziyod 500 nafar odamini Ispaniyaga yuborishni qaror qilibdi. Men ularni o'z kemalarimda o'tkazib qo'ymoqchiman.
Kemalarimiz bemalol yetadi. Sen bunga nima deysan? Graf janoblari, Toriq 500 ta odam bilan nima qila oladi? U qanday rejalar qilayotganini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. To'g'ri, u hali yosh yigit, lekin u kattalarning maslahati bilan ish yuritadi. Amir Musa uni qo'shinga qo'mondon qilib tayinlab juda to'g'ri ish qilgan. Graf janoblari, kemalar Tanjirdan suzib o'tishadimi yoki bu yerdanmi? Yo'q, jo'nash albatta Tanjirdan bo'ladi. Graf hazratlari, bu kemalarda Tanjirga yetib olsam degandim. Yaxshi Serkon, lekin u yerda biz bilmaydigan narsalar bo'lishi mumkinmi? Graf janoblari, rostini aytganda men ancha oldin musulmon bo'lganman. Qatl qilishlardan qo'rqib hech kimga aytmaganman. Graf Serkonni juda yaxshi ko'rardi. Serkon musulmon bo'lganini bilgach, o'zini ham islomni qabul qilishga bo'lgan rag'bati borligini aytdi. Serkon uni islom qabul qilishga targ'ib qilganda, graf shahodat kalimasini aytib islom qabul qildi. Ikkovlari ham bu ulug' ne'matga muyassar bo'lishganiga juda ham shod bo'lishdi. Yaxshilab bog'la. Necha kun yurdinglar? 2 kun. Qo'mondon, kechirasiz. Mana bu keksa kishi siz bilan gaplashmoqchi. U Sabtadan yuborilgan kemalarda kelibdi. Assalomu alaykum qo'mondon Toriq ibn Ziyod. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men Ispaniyadan keldim. Qirol saroyida tarixshunos edim. Ismim Serkon. Alhamdulillah islomni qabul qilganman. Sizlar bilan birga bo'lish uchun bu yerga keldim. Marhabo birodar, haqiqiy baxt saodat faqat islomdadir. Siz endi bizning birodarimizsiz. Bizning oramizda o'z uyingizdagidek bo'ling. Ey qo'mondon, menga sizlar bilan birga Ispaniyaga borishga ijozat berasizmi? Albatta birodarim, hech g'am chekmang. Ey mujohidlar, Allohning irodasi bilan Turayf ibn Malik qo'mondonligi ostida tekshirish guruhi bo'lib Ispaniya tomon suzib o'tasizlar. Qo'mondonga yordamchi bo'lib buyruqlariga itoat qilinglar. Allohning o'zi madadkoringiz bo'lsin. Qo'mondon, bilasiz, bu fath qilish uchun bo'lgan yurish emas. Sizlar u yerda ko'p qolmaysizlar. Ehtiyot bo'linglar. Yigitlar, birodarimizni yolg'izlatib qo'ymanglar. تنشر الإسلام دينا بين هاتيك الربوع تحمل البشرى بخير ورجال مؤمنين ملأوا الآفاق عدلا وأمانا في سنين في سبيل الله سارت في الدجى هذه الجموع تنشر الإسلام دينا بين هاتيك الربوع تحمل البشرى بخير ورجال